Tunda bolani uxlatdim va nihoyat o'zimga ajratilgan bir necha daqiqalar. Bugun esa yuz parvarish bilan bo'lishmoqchiman. Lekin parvarish men uchun emas. Bugungi modelim ukam. Kelinglar uni muammo joylariga yaqinroq kelamiz. Qora nuqtalar va notekis tekstura. To'g'ri tozalashdan boshlaymiz. Birinchi bosqich lagom penkasi. Yumshoq ko'pik terini chuqur tozalaydi, lekin himoya qatlamini buzmaydi. Keyingi bosqichimiz glininaya maska. Bu maskaning asosida 3 xil tabiiy glina mavjud. Qora nuqtalarni chuqur tozalaydi va ortiqcha sebumni nazorat qiladi. 3 xil kislota mavjud: AH, BH va PH. O'lik hujayralarni muloyim bilan tozalaydi. Tarkibidagi niasinamid terini rangini tekislaydi va sintel ekstrakti esa tinchlantiradi va namlikni saqlaydi. Maskani iloji boricha yupqa qatlam qilib suritamiz. 10 daqiqa. Shu vaqt ichida ter tozalanadi, lekin qurimaydi. So'ng eng muhim bosqichlardan biri balansni tiklash. Shu sababli keyingi qadamimiz namlash. Lagom kremi yengil, tekstura tez singadi. Terimizni chuqur namlaydi va himoya qatlamini mustahkamlaydi. Maskadan keyin aynan namlash terini muvozanatda ushlab turadi. Shunda terimiz nafaqat toza, balki to'yingan va sog'lom ko'rinadi. Silliq, yumshoq, namlangan va albatta toza. Parvarish esa bu bosqichma-bosqich mukammal va har bosqich bizning chiroyimiz uchun muhim.